Shavkat Mirziyoyev MDH davlat rahbarlari kengashi yig'ilishida ko'p tomonlama hamkorlik va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan qator amaliy takliflar bildirdi. Jumladan, MDHni beqarorlik sharoitida barqaror va zarur tuzilma sifatida qayd etib, hamkorlikni amaliy yo'nalishlarda chuqurlashtirishni taklif qildi. Barcha transport turlari bilan bog'langan axborot logistika markazlarini yaratish va davlat xususiy sheriklik bo'yicha konferensiyani O'zbekistonda o'tkazishni taklif etdi. Maxsus iqtisodiy zonalar uchun yo'l xaritasi tayyorlash va MDH Venture platformasi orqali startaplar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash tashabbusini ilgari surdi. Toshkentda Innoprom doirasida MDH innovatsion sanoati forumini o'tkazishga tayyorligini bildirdi. MDHning energetika sektorida yashil va an'anaviy loyihalarni qamrab olgan innovatsion dastur ishlab chiqishni taklif qildi. Raqamlashtirish va sun'iy intellekt bo'yicha amaliy harakatlar rejasini tayyorlash, fan, ta'lim va madaniyat sohasida hamkorlikni kengaytirishni taklif etdi. Diplomlarni o'zaro tan olish bo'yicha kelishuv tayyorlash, Xivada yoshlar forumini o'tkazish va innovatsiya laboratoriyasini tashkil etishni taklif qildi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tashqi siyosiy idoralari va maxsus xizmatlar o'rtasida muvofiqlashuvni kuchaytirish, shuningdek Afg'onistondagi infratuzilma loyihalarida hamkorlik qilishni taklif etdi.